$2200 qayerlar tunikafon Tarno kosmoslari bilan bo'ldi do'stlar. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Kamina har doimgidek Usta Muhammad Yusuf qadrdonlar jamoamiz bilan birgalikda tunikafon xizmatlarini qilishda davom etmoqdamiz. Navbatdagi tunikafon xizmatimizni Baliqchida qilib berganmiz qadrdonlar. Darvozaxonamizni ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli, go'zal holatda bo'lgan, o'rtalariga kosmoslari bilan birgalikda. Xo'p, xonadonimiz to'liq holatda tunikafonlari qilib berildi. Ichkari shapka, tarnolari bilan, choksiz tarnolari, shaxmat fasonda bo'lgan ichkari shapkalarimiz ko'rib turibsizlar. 3 xil svetdan foydalanganmiz. Oq rang, mokriy rang hamda tillo ranglardan foydalanganmiz qadrdonlar. Siz azizlarga ham shunaqa tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol quyida raqamlarni qo'yib qo'yapmiz. Telegram, WhatsApplar ham bor. Agar musofirda bo'lsanglar ham bemalol aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa kelishib olsak, keyingi tunikafon qiladigan xonadonlarimiz aynan sizning xonadoningiz bo'lishi mumkin. Xo'p, do'stlar, xonadonimiz 135 ming so'mdan ketgan materialimizning kvadratiga qilib berganmiz. Mana shu shaxmat fasonlarimizda do'stlar, bu yerda eski so'rtay bor ekan, to'sib oldi videoga olgani. Noqulaylik tug'dirdi. Shaxmat fasonlarimizda shapkalarga juda ham ko'p tunika ketadi. Shuni inobatga olib qo'yasizlar. Darvozaxonamizni ham, ko'cha shapkalarimizni ham tunikafonlarni qilganmiz. Ko'cha shapkamiz ensizroq bo'lgani uchun o'zimizni skromniy fasonlardan foydalanganmiz. Qadrdonlar, xizmatlarimiz ma'qul kelsa, xonadoniga tunikafon qilmoqchi bo'lib yurgan tanish-bilish do'stlaringizga jo'natib qo'yasizlar. Xizmatlar hozircha vodiy bo'ylab amalga oshirilyapti. Ishlatilgan materialning kvadratiga pul olinyapti. Tarnolar esa metrga olinadi. Hammalaringga rahmat qadrdonlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.